Adajon, dodam qanday debdi. Hali yigitam qarab turib, o'g'lim, dodangni men buvangni qariyalar uyga olib borib qo'ydim debdi. Endi bolani qari aqlligini. Adajon, o'sha qariyalar uyi qayerda debdi. Ota ham g'alati bo'lib, "Nima qilasan bolam qariyalar uyini?" desa, "Adajon, men ham katta bo'lsam, sizni o'sha qariyalar uyiga borib qo'yaman ota" debdi. Ota shu paytda ko'zidan yosh chiqib, muzdek terlar chiqib ketdi, muzlab ketibdi. Yana qaytarib bolasini quchoqlab, "Bolam, nima qilasan qariyalar uyini?" desa, bola ham kulimsirab, "Adajon, men ham katta bo'lsam, sizni o'sha qariyalar uyiga borib qo'yaman" desa, otasi bolani bag'riga bosib, ikkita yuzdan o'pib, chiroyli kiyintirib, detdomga borib tashladi. Doniyor. Nima qildi deysiz? Detdomga borib tashladi bolani. Iflos ota ekanda qara, shunaqa bir maraz ota bo'ladimi, ay? Qarang, men hozirga sizlar shu anaqani menga bering, so'ramoqchi edim, tavba qildim.